bemorimiz keldi kecha. Bugun yana lechina qilamiz. Qayerdan keldingiz? Chiyaldan. Chiyaldan, chiroqchi Chiyaldan kelganlar. Nasib bo'lsa, hamburlar juda og'ir bilan egilib qolib keluvdilar. Bugun qanday holat? Yaxshi. Yaxshimi, zo'rmi? Yaxshi, zo'r. Zo'r bilan mana ikkinchi lechina bugun nasib bo'lsa. Inshaalloh mana hamburlar juda qotib qolib, hamburlar egilib tura olmay qoldim deyapti. Mana Xudoga shukr zo'r mana. Kechimda qo'l tegizganimizga dodlayapti. Aha, bemalol mana. Bemalol kecha dod voy qilib umuman nafas olmayaptilar. Bugun Xudoga shukr zo'r. Mana hech qanaqa ukol qilmasdan, dori qilmasdan tabiiy yo'llar bilan. Ukol dori yo'q. Faqat qo'l massaj, ishqalash mana. Umurtqani terib chiqdik, mana umurtqalar kecha qiyshaygan ekan, bo'rlar qiyshaygan ekan. Umurtqani terib chiqdik, Xudoga shukr, mana zo'r.